Mana shunchaki kuzatib, like bosganlaring uchun sizlarni yaxshi ko'raman. Qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib turinglar. Li9 Ultra avtomobili kelgan. Kecha Hyundai Palisade qo'ygan edik, 2 soat, 3 soat o'zida Toshkentlik akalarimizga baraka bo'lib ketdi. Xudo xohlasa bu ham zo'r mashina. Tezda baraka bo'lib ketsa kerak. 2024-yil mashina. Qoraga apelsin salonda ustularini matviy qilib mana shunaqa qilib qo'yganlar. Mana shuni o'ziga ham matviy qilishga 3-4 ming dollar pulim ketgan deyaptilar. Oldi faralarini qoraytirganlar, body kit qilingan. Mana qaranglar, oldilari o'zgartirib, spoilerlar qo'yilib, elektronik paroglarigacha ishlab turibdi. 2024-yil mashina. Mana smart sug'urtani ishlatyapsizlarmi? Telegramda smart sug'urta bot degan shunday kirsalaring bot yaratishgan. O'zlaringga sug'urtani onlayn shunday osongina yozib olsalaring bo'ladi. So'ragan narsalarni terib turasiz, shunday yozib olsangiz bo'laveradi. Tanlov ruxsatnomalari bor mashinamizni, elektronik paroglari ishlab turibdi, salonlari ham tiniq zo'r holatda turibdi. 44 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Xullas tiniqli haydaganlar, ichlari ozgina kir, sababi tashqarida yomg'irli havo, hamma yo'q loy bo'lib yotibdi. Shuni hisobiga ichi, oyoq tagi ozgina kir turibdi. Ich qatida ishi yo'q. Anchuncha mana shunaqa 6 ming dollar sarflab chiroyli qilib qo'ygan mashinalarni 55 dollarga sotuvga qo'yilyapti. Bitta like bosib qo'ying, hammalaringga mana shunaqa avtomobillardan nasib qilsin. Kraskalari top-toza ekan, ich qatida ishi yo'q ekan. Faqatgina mana shu diskalarni qimmatga olganman. Shuni yechib olaman. O'ziniki zavodskiy tiniq zo'r holatda turibdi. Yangidek turibdi, shuni qo'yib beraman deyaptilar. Tez like bosib turib, tanishlaringiz tarqatib qo'ying. Birortalari siz sabab bo'lib mana shu mashinani olib olishar.